Yo, unda qarab tursang, nimaga unaqa zamonga keldik deysanda. Qara, ro'za keldi hozir. Erkaklar ro'zani qoldirmasdan tutadi. Puch deb yeb bismillah deb amin Allohu akbar deb bir kun ham qoldirmasdan tutadi erkaklar ro'zani. Hozir salonga bordim. Qara, salon to'la erkak. Burnini junini oldirgan ham erkak, qulog'ini junini oldirgan ham erkak, qoshini to'g'irlatgan ham erkak, soqolini bo'yatgan ham erkak, sochini kestirib bo'yatyapti erkaklar. Nima qoldi erkaklardan yana, ha? Eng qizig'i, biza ayollar shuncha noz karashma bilan ololmaydigan. Vaqt kelsa yigitingni 10 ming so'm ololmaysan, yalinasa aytdi, "Voy, mayli, men 10 ming bering qani, nima bo'lar ekan? 10 ming beringchi? Siz sevasizmi? Ha, sevaman. 10 ming beringchi? Qani 10 ming ber, qani nima bo'lar ekan? Berib turchi" deysanda, bermaydi o'sha 10 mingni. Lekin yigitlar ovatdi, Dyson ovatdi, iPhone ovatdi, gul ovatdi, podarkalar ovatdi. Biz ayol bo'lib ola olmadik. Yo, ola olmadik biz.